Assalomu alaykum, Chorvoy Tuz kanalining hurmatli obunachilari. Mana va'da qilganimizdek, qo'ylarimizni berayotgan yemlarimiz ratsionini bir qator tanishtirib o'tamiz ipidaginasigacha. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'ring. Manfaatli video bo'ladi degan umiddamiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmang, like tugmasini bosishni unutmang. Mana kamerachi bu yoqqa olib kelamiz. Sulus beramiz. Sulusni holatini ko'rish kerak. Sulusni holati yam-yashil. Sulusni achiganini umuman olmaslik kerak, tavsiya qilmayman. Mana 1 kunlik ratsionimizni ko'rsatib beramiz. Mana bir qop sulusimizga 4 kasa kepak sevamiz. Tushdi. Xudo xolasa sulusimizni tarkibida kepak bo'lganligi uchun yemni tarkibiga kepak qo'shmaganmiz. Qo'shganmiz, oz miqdorda qo'shganmiz, lekin undan ko'p emas. Endi buni o'tgan safar aytganimdek, mana bizning chayniy sodamiz bor. Mana oddiy o'zimizda yaqinroq ko'rsatasiz. Soda, pishavoya soda deydi. Bu nima uchun beriladi? Buni faqat beda, mosh somon yoki mosh bergan odam sulus bermasa buni berish shart emas, lekin yaqinroqdan. Sulus bergan odam buni berish shart. Chunki sababi ximiyachilar biladi. Bu kislota. Qo'yda oshqozonda kislotali muhit ortib ketganligi sababli yoki buni berish kerak, qo'shib berish kerak oz miqdorda, yoki da yomg'irda suvini berish kerak. Yomg'irda suv endi yozda kuni bo'ladi, bo'lmaydi. Yoki qorda suv. Sabab yomg'irda suvda ishqorlik bo'lgani uchun pH darajasini bir xil ushlab turadi. Endi bunga qancha qo'shamiz? Ko'rsatasiz. Mana bir siqim qo'shsak yetadi. Hech bo'lmadi deganda 2 kunda bir qo'shishimiz shart, majbur. Mana shunday aralashtiramiz. Bo'ldi. Keyin mana Karmavit degan bizning super premiximiz bor. Ham arzonroq, ham cho'ntakbop. Har xil vitaminlari bor. Endi muhimi arzonroq, lekin buni o'rniga qani Vilofos bo'lsa, Ideal Agrar jamoasining Vilofos premixlari bo'lsa, nur ustiga nur bo'ladi, lekin bundan ham qo'shsak ziyoni yo'q. Bundan ham bir siqim mana shu tarkibiga qo'shamiz. Chunki biz buni qo'shishimizdan sabab yemimizni tarkibiga qo'shmaganmiz. Shuning uchun bundan обязательно qo'shamiz. Endi buni kavush yaxshi qaytarishlik uchun somonni drabilka qilingan holatini ko'rsatasiz. Somonimiz drabilka qilingan holatda qo'shiladi. Yaxshilab aralashtiradi. Mana o'zi tayyor bo'lgan yem. Endi obunachilarim ko'rsin deb mana ko'rasiz. Somon sulusga kirishib ketgan. Kepagi ham serkepak holatda bo'lgan. Mana hozir shuni tayyorlab ko'rsatib beramiz. Oddiy uy sharoitida qo'y boqishda oson va samarali usuli. Mana sulusimiz ham dongli. Mana vitaminlari ham, sodalari ham hammasi bir xilda aralashtirib kerak. 5 minutlik mehnat 1 kunlik samarani beradi inshaalloh. Mana yemimizni yaqinroq olib kelib ko'rsatasiz. Yemimizni tarkibida somon ozroq. Yemimiz tarkibida somon oz. Mana. Bunga yana ozgina somon qo'shsak, somonni ko'p qo'shishda hech qachon ziyoni yo'q. Qancha ko'p bo'lsa yaxshi bo'ladi. Kavush qaytarish ham, hazm qilish sistemasi ham yaxshi bo'ladi. Mana, shunday ko'rsatasiz. Mana shu holatda mana shu holatda mana juda ajoyib bo'ldi. Qo'ydi me'dasiga ham tegmaydi mana.
Mana quruq bo'lish kerak. Yem somon silusni namini somon yutib oladi o'ziga. Bu 5-6 soat tursa, somonni o'zi ham yumshoq bo'lib qoladi. Endi yaqinroq ko'rsatasiz. Bizning yemimizning tarkibi har bitta qo'yga xo'sh 250-300 grammga yaqin tushadi. Har bitta qo'y boshiga. Qo'zilarga 100 gram, 150 gram atrofida tushadi. Bu yemimizning tarkibida yaqinroq ko'rsatsangiz, bug'doyni yormasi, makkani yormasi, arpani yormasi ozgina miqdorda kunjara bor. Kunjara nima sabab? Kunjarani qo'shishimizga sabab bola boqayotgan qo'ylarimiz ko'p. 5-6 ta qo'ylarimiz bor. Shuning uchun kunjara yog'liligini kuchaytirib beradi sutini. Hozir berib ko'rsatib beramiz. Mana hozir ozgina berib ko'rsatamiz. Obunachilarimizga. Mana qo'ylarimizning ishtahasini ko'rib turibsizlar. Asli biz 2 mahal beramiz yemishni. Ertalab kechqurun. Hozir endi obunachilarimga ko'rsatganlik sababli bitta berishga majbur bo'lyapmiz ozgina. Ana sulusni ham, somonni ham bir xilda yeydi, qoldirmaydi. Eng asosiysi nushq chiqarmaydi. Faqat drabilkadan o'tgan mana bitta ikkita somonlar bor, ko'rsatasiz. Mana shu bitta ikkita somonni qattiq nimalarni yeyolmay qolishi mumkin. Lekin maydalangan drabilkadan o'tgan barini yeydi, hammasini yeydi. Mana ko'rib turibsiz, qo'zilarimiz. Yaqinroq ko'rsating. Ana shu qo'zilarimiz 25 kunlik bittasi 15 kunlik. Sariq qo'chqorchamiz 30 kunlik bo'ldi. Nariga oldidagi 15 kunlik bo'ldi. Natija. Qo'zilarimiz 3 kunlik qo'zilar. Damlarni olib yotishibdi. Mana bu qo'zimizga 32 kun, 33 kun bo'ldi. Bu qo'zimiz hashakka kirdi. Chunki 30 kundan keyin onasining sutiga har qanday qo'zi ham to'ymay qoladi. Mana hashak deyishini bemalol surusti yeyapti. Mana qo'zilarimizni ko'rsatamiz. Bu qo'zilarimiz 4 oylikdan o'tdi. 3,5 oy, 4 oylik bo'ldi. Keyin qo'ylarimizning oxirida doim bitta molga beriladigan qattiq tuz, mana qo'ylarimiz yalagan. Keyin bitta vitaminli tuz bo'lishi shart, majbur. Sababi kelib qo'ylar vitamin yetishmay qoladigan bo'lsa, tuzlar deydi. Mana ko'rsatishingiz mumkin, yarmini yevergan butun tuzni. Mana shu 15-20 kunlik natija. Qo'zilarimizni ko'rsatishingiz mumkin. Mana shu qo'yimiz bitta tug'adi deganimizda Xudo Alloh barakasini berib egizak tug'ib berdi. Mana shu ikkalasi egizak. Shuning bilan bizni yem tarkibimiz shulardan iborat edi. Keyingi videolarimizda kuzatib boring. Keyingi videolarimizda qachon qo'yni junini olish kerak, qancha vaqtda oyoq tuyoqlarini, tirnoqlarini olish kerak, batafsil ko'rsatib, Alloh qodir qilguncha ko'rsatib boramiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang. Rahmat.